Yozda parranda nobud bo'lishining 3 ta eng asosiy sababi. Yoz oylarida parranda nobud bo'lishi ko'payib ketadimi? Buning sababi ko'p emas, aslida 3 ta asosiy omili bor. Birinchisi bu issiq havo. Harorat oshganda parranda tanasi sovishga ulgurmaydi, nafas olish tezlashadi, ovqat iste'moli kamayadi va organizm holsizlanadi. Ikkinchisi bu noto'g'ri ventilyatsiya. Havo almashinuvi yetarli bo'lmasa, issiq havo ichkarida yig'ilib qoladi. Bu esa parrandaning nafas olishini qiyinlashtiradi. Uchinchisi samarali sovutish tizimining yo'qligi. Oddiy ventilyator yozgi issiqni yenga olmaydi, natijada bino ichidagi harorat xavfli darajaga chiqadi. Agar shu 3 ta muammo to'g'ri jihozlar bilan hal qilinsa, yozgi nobud bo'lish anchagacha kamayadi. Biz esa fermerlar uchun professional ventilyatsiya va sovutish tizimlarini taklif qilamiz, loyihadan tortib o'rnatishgacha. Agar fermangiz yozga tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling.